Bismillah mana. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 29-iyun haftani yakshanba kuni 2025-yil mana Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Pastellar dona pachka narxi bir xil. Pastelni o'sha ikki kishligi necha? 120 ming so'm. Bir kishiligi necha puldan? Bir kishiliklari 80 ming. Bir kishiliklari 80 ming so'm ekan. Ichida narichka, prostina, padadiyani bo'lar ekan. Mana shu mana har xil rasvetkalari bor ekan. Mana qog'ozida qanaqa bo'lsa, shunaqa holatda chiqar ekan. Ikki taraflama qilib ishlangan. Detskilar ham bor. Ha, xudodan. Detskilar necha puldan aka? Detskilar 80 ming. Mana shu moshinachalar ham bor. Xullas, frozilar bor. Qopqo'ylar, kuchukchalar, xullas mana o'rdakchalar ham. Mana bunaqa xullas bir qishlilar ham bor, oq qushlar ham. Xullas, ha, xudodan ko'p buni. Tirovkalar ham bor. Nalichkalarimiz bor ki 8 ming so'mdan. Nalichkalar 8 ming so'mdan ekan jupi. Bu tarafda arzon bambukdan ham nimalar bor ekan. Prostinami bu nima ekan? Prostina padadiyani nalichka. Bular ham bir kishiliga 30 ming so'm. Bir kishiliksa 30 ming so'm ekan. Ikki kishiliga 45 ming so'm. Ikki kishiliksa 45 ming so'm. Kasalxonalar, doktorxonalarga oladi. Kasalxona, doktorxonalardagi prostina nalichka olyapti, hozir qilib beryapmiz. Ular 15 ming so'm bir kishi. 15 ming so'mga ham bor ekan bir kishilik. 15 ming so'mdan boshlanadi. Eng arzoni shu o'zi, 15 ming so'mdan boshlanadi. Sanatoriya, bansiyalar shu. Bu yerda dasturxonlar ham bor ekan. Dasturxonlar eng arzoni necha puldan? 15 mingdan boshlanadi. 15 mingdan boshlanar ekan. Ko'rishyapti ekan. Xo'p. Necha pul eng qimmati? Necha pul kattasi? 200 ming so'm ekan. Eng kattasi 15 mingdan boshlanadi, 200 ming so'mgacha ekan dasturxonlar. 4 metr, 4,5 metr o'shali bitta katta zallarga yaxlit tushiradiganlari bor. Mana shular. Shu o'rtasi to'g'rili mana. Meni ham 2 metr. Bo'ldi. Har razmerdagi dasturxonlari bor ekan. Nomeringiz nechi? 99lik. Nomerlari 99lik. 070 78 88 ga telefon qilasizlar. Pastel, dasturxonlar kerak bo'lsa. Bu qora so'mkadagilar sotildi shekilli. Ha, hozir klientlarning ko'cha yonidagilar olib. Rasvetlar juda ko'p. Maytlardan bir narsalar bor. Yaxshi. Mashinalar ham shu rasm bilan bir xil Mana shu AB tomonlamali qilib rasm bilan ichida qanaqa bo'lsa, shu rangi shunaqa bo'lib chiqar ekan. Ular ham mana kalagul bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa rasm bilan bir xil ishlangan. Orqa tomon sizdan, old tomon kalagul. Ularimiz ham shunaqa ikki taraflamali qilib, hammasi shunaqa ishlangan. Gullarimiz kelgan yangi. Manularimiz ham yangilik bo'lib kelgan, baydagi. Anularimiz ham yangilik. Anu artikulni ham ko'rsating, narigisi ham yangi kelgan. Anular ham yangi kelgan. Bular nima yangi kelsa razı chiqarib beramiz. Manular mana bir kishiliklar bular. Manular ham mana 120 ming. 120 ming so'm, ikki kishiligi, bir kishiligi 80 ming so'm. Telefon nomerlari aytildi. Telefon qilaverasizlar.